Assalomu alaykum obunachilar. Yanvarni 17'si bugün. Ne garajımız. Garajımızda iki Ariston'umuz var. Ariston'umuz 50 litrelik. Bizi işlep turgan Ariston. Berildi. Bizim okku avadım. Şimdi bunu satacakman. Bugün 17'si yanvar. Ariston 50 litrelik. Hem de işlep turmadı. Endi bana bir klient bilan geliştik 600 ming so'mga qo'yib berasanam ham ishingga garantiya ber dedi. Shu hisobidan buni sotchakman 600 ming so'm dedim. Qo'yib berishga 100 mingga kelishdik. O'zini hozir tekshirib ko'rib, keyin uy niyasini aytaman-da. Havo ishlab turibdi keyin kelavering deb. Kimga shu vajlar kerak bo'lsa, telefonlasangiz topib ham beramiz, yetkazib ham beramiz, ustanobga ham aytib beramiz. Telefon nomerimiz 95 745 13 12. Keyin bunda 80 litrelikimiz bor. 80 litrelik ham döşkemiz, chotki, qizishmasa to'shni bilaman. Bunam lekin döşkemiz unga javob. Ishab turibdi bu 80 litrelik. Bu 500 ming so'm bahası. Keyin bunda darvozamiz bor. Eni 1 metr. Namına caylaniki, balandligi 2 metr. Buni bahası 700 ming so'm. O'zini listi bahası, mesela bu listingiz o'zi addini hisoblasangiz ham 200 ming so'm, bu profil uyg'unliklari bilan plus minus shuna bahası keladi. Qaytib bergan bilan. Tak. Keyin bunda yana bir qo'ng'ishniki bor. Eni 90, balandlik 2 metr, bir tarafı shu narashniki bor. Bir tarafınki yok. Bir tarafında paxsa deval bo'lgan, shu hisobini qo'yganmiz onu. Keyin bunda xizmatlarimiz bor, döşik xizmatlari, misol dimoxodmi yo bo'lmasa yutishga uchunmi novu kerak bo'lsa, misol aparatlarimiz turibdi bunda, rучной ham bor, qatradon ham bor. Kimga kerak bo'lsa taxlab o'tib beramiz. Like, подписка,